dashtu cho'lda bo'lsin, qut baraka eng avvalo elda bo'lsin. Begonalar bog'laringda bog'bon bo'lmas, nolish bilan mushkullaring oson bo'lmas. 100 yil tilan ter to'kmasang to'rvang to'lmas. Alloh bersin, senda bo'lsin, menda bo'lsin. Duo qilgin eng avvalo elda bo'lsin. Qadring uchun qo'lni qo'lga bog'lab yasha. Erking uchun o'zni jangga chog'lab yasha. 1000 yil yasha. Dushman ko'nglin dog'lab yasha. Ilm degan mard yarog'i qo'lda bo'lsin. Tinch omonlik eng avvalo elda bo'lsin. Tinch omonlik eng avvalo elda bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sarahin va Baxtiyorjondan eshitamiz. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Ustozimiz savol berishdi, dars bo'lyapti, dars davom etyapti. Birinchi rasm nima bilan, qalam bilan dedingiz-a? O'chirg'ich dedingiz-a? Nima ramziy ma'no anglatadi degan mazmunni gapirgan bo'lsangiz kerak menimcha. Qalam bu hayot yo'llarimizning yozuvchi uskuna hisoblanadi. Hayot yo'llarimiz doimiy yozilib borilaveradi. O'chirg'ich esa insonni hayot yo'llarini o'chiradi. Agar inson degan so'z o'zi unutuvchi degan ma'noni anglatadi. Agar insonga unutuvchilik qobiliyati bermaganida inson 15 yil ham yashamagan bo'lardi. Shuning uchun bo'lsa kerak menimcha. Birinchi bizga belgi shu bo'lsa kerak. Rahmat. Javobingiz ham yaxshi. Yana kimda bor? Barmi qo'shimcha qiluvchilar? Domlada bo'lishi mumkin. Qani domla? Direktor domladan ham eshitaylik. Iqboljon domladan. Böyle ben çıksam yok olar. Xatolarimizni o'chirib yuborish uchun. Ha, rahmat. Boshqa qizlarda yo'qmi gap? Qani? Kelinglar, tarbiya ustoz bo'lyapti. Kimlarga baho qo'yamiz deb turibmiz-ku. Qani Nigoraxon? Ha, men nomimdan ketdim. O'zing nomidan gap. Ha, ozgina sizlarga dam bering gapmanda.